Uzdal HTML dersi 16. qism HTML ramka jadvali. Ramka deganimiz o'z oldiga mustaqil bir tor bet vücudini yana bir tor bet ko'rsatib iqtidorini ko'rsatadi. Har bir ramka bir tor bet vücudu hisoblanadi. Ramka ishlatishning kamchilik taraflari tor bet tuzguchi bet mazmunini o'zgartmoqchi bo'lsa, cho'qim ko'pligiga HTML vücudiga izg'oqlab tuzish kerak. Butun betni printerlash qulaysiz. Ikkinchi ramka xat kuchiga fromset orqali aniqlik beramiz. Har bir fromset xat kuchi bir yurish qurvat tizimlikni tashkil qildi. Biz mavjuz va columns xarakteri orqali kenglik va egizlikka aniqlik beramiz. Masalan, misol qaraydigan bo'lsak, fromset aniqlik berildi. Birisining kengligi 25%, yana birisining kengligi 75%. Bu ikki tal ramkani o'z ichiga oldi. Birisi uzun torni, birisi saburiy torni. Buni biz unumini ko'radigan bo'lsak, mana 25% qismida uzun tor chiqdi. 75% qismida saburiy tormada chiqdi. Diqqat qildiysizlar, agar ma'lum ramkaning ko'rinma serialmi knopkasi bo'lib qolsa, tor abonenti serial knopka orqali bet qurilmasini buzadi. Shunga no size orqali bu xil ahvolning yuz berishining oldini olamiz. Agar ramka qo'llamaydigan tor ko'rgishlar uchun no frames ni qo'shib ramka qo'llamaslikka hukm qilish va eskartishni ishga oshiramiz. Masalan, misolda no frames deb bu qiymatni berdik, mana ichiga bodyni oldik. Amanda bo'lgan vaqtda agar bizning tor ko'rguchimiz ramkani qo'llamagan ahvol ostida format normal ko'rsatmasa, eskartish uchuri berish orqali bizga bu tor ko'rguch ramka qo'llamaydi degan uchurni chiqarib berdi. Aniki diqqat qildigayish frameset bilan bodyni tanishiltish qilmaydi. Masalan, framesetniki ust ostiga bodyni yozmaymiz odatda. Anadan keyin no frame xat kuchini ishlatganda bodyni uning ichiga olamiz. Masalan, mana o'xshash ma'no ishlatgan vaqtimizda bodyni olmaymiz. No frames yozgan vaqtda no framesning ichiga body qiymatini olamiz.